Reydimizda 4-nishoni artist loyihasining ishtirokchisi Javohir Rahmatov. Go. Aka, assalomu alaykum. Bezda qolmadikmi? Assalomu alaykum. Kameralar bilan kelib oldik. Akajon, bugun mashinangizni reyd qilishimiz kerak, qarshi bo'lmasangiz. Reyd qilish shart emas-ku, Mayli, bitta tushsangiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Chatib yo'qdan bitta kelib olsangiz. Ko'ramiz bugun men mashina nima chiqar ekan. Oho. Vlajni. Yaxshi maqsadlar uchunmi? Oho, bu telefon. Bu telefon aka o'zidikimi bu? Ha. Oho, 3 ta telefoningiz bor ekan, sir bo'lsa mashinangiz nechta? Mashina ham bor. Nechta? Borda shu. Ayting qani? Besh olti. Hammasi meniki emas-da. Ha, uydagilarniki shunaqada. Dadamning ishlari bilan. Bardochak ochamiz. Как раз ikkita joylar kerak-da bu. Ibi nima bu aka bu? Shu radarniki. Bu nima aka? Yo bilan. Yo! Meniki emas bu, ya. Qanday mashina siznikimi? Ha? Ha, bo'ladi, bu ham siznikida bo'lmasa. Yo, acha. Ha? Lekin meniki emas bu, ya. Voy! Bu yelkalar tengilarmi jigarlar? Voy, bu odam bumi? Yaxshishmas lekin, qo'y. Aha, buni nima endi ishlatilgan bilasiz? Nima bu bundaydi? Hech yo'q, qo'ysangiz, hey. Yo, o'ting. Yo'q. Sizlarga agar mabodo qarzlaringiz bo'lsa, yeslichon mana bankdan yopib olsanglar bo'ladi. Tamom. Aka, sir bo'lmasa bir kecha istoriyangizni ko'rib qoldim. Menimcha bitta qizga gul etgan ekanmiz mashinangizda. Yo'q, qizga emas. Bizga faqat onaga gul oldi. Lekin o'sha qo'shiq yoqdi menga. Agar malol kelmasa ozgina aytib bersangiz. Jamil akam qo'shiqlarimi? Ha. Gullar olib keldiydi, har kun xabar oldiydi. Shartlar qo'yib ne deydi? Oliftam san hayronman. Hayronman. 05 bakalashga terimizlar. Nomer ko'rinmasin. Nomer. Oho! Futbolga qiziqasin deyman-da, ayniqsa kechasi, ha? Turdan nimaga? Uydagilar hesab qo'yishgan menimcha. Ha, bo'ldi. Aka, yoshingiz nechida? 24da. Uylanish niyat bormi? Bor, endi shu qiz qidiryapmiz. Hamma narsa tayyor. Shu qiz bo'lsa uylanib olamiz. Gapi aka, sir bo'lmasa, agar oyiga qancha topasiz? Endi hammasini aytsa barakasi qochadi. Mayli, shu 4000. Shunaqa. 4000? Eng qimmat klip bo'lganmi? Shuni rasxot ketgan. Ha, bo'lgan. Qaysi klipingiz? Dada klipimda juda ham ko'p rasxot ketgan. 35 ming ketgan dada klip. Ham prezident kortejlari bilan olingan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlarining ovozlari ham ketgan. Rahmat sizga. Men ham sizga bitta narsa aytmoqchiman. Bir oy ichida 150 mingta obunachi bo'la olsam, obunachilarimga iPhone 7 Pro Max sovg'a qilib yubormoqchiman. Obunani bosib qo'yinglar. Meni obunachilarim o'tadi endi. Rahmat sizga, katta sog' bo'ling.